Real Madridda o'ynab bor ekan Barsa bilan. Nima qilamiz? Davay mani uyimda ko'ramiz. Nima deysan? Ha, shuna nima qilib qo'ydim-ku? Bronz qilib qo'ydim-ku. Qani? Mana shuna Ho, yomon-ku. urib qo'ydim-ku. Bo'lmasa men suv qilaman. Balobatlarlar uyushtiramiz, sanikiga o'tiramiz, ha? Sanikiga o'tiramiz. Bo'lmasa. Yomon bo'ladi, ishlar. Yoshlar. Sen nimaga? Hali ishlar. Aya, tinchmisanlar bo'ldi? Rahmat, o'zingga nimaga? Bugun o'yin bor ekan, ularni ko'rmoqchi edik. Bu ham yoribdilar. Tayyorgarliklar juda. Vaqting qanaqa ehtiyot? Nima qilasanlar? Nima foyda topasan bu ishingdan? Uyingga to'xtatdan olib turavermas o'sha futbolni. Nimalar deb tashlayapsan sen o'zingdan o'zing? Yo'rimdan ko'ra magazindan suv bu narsa olib uyimizda o'tiramiz, masalan futbol ko'ramiz. Bugun yomon bo'ladimi? Ha, ayniqsa Real nima deyapsan sen? Barsa yoradi. Yo'q. Hali katta bo'lmasanlar. Undan ko'ra men uyga kelib, ota-onam duosini olganim yaxshi. Tanlagan shu masala dodda gaplashamiz. Haqiqatda bolalar buni gapida jon bor. Uyga borish kerak. Sen nima deyapsan?